Assalomu alaykum. Zamondosh ko'rsatuvining bugungi aziz mehmoni davlat mukofoti sovrindori, filologiya fanlari doktori, professor, yozuvchi Shomirza Turdimov bo'ladilar. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Inson vaqt oralab yashaydi, vaqt bilan suhbatlashib yashaydi, vaqt bilan bahslashib yashaydi. Vaqt qadamlaridan oldinroq tashlashga harakat qilayotgan ijodkor inson esa bu vaqtga sig'mayotgan insondir. Aslida kimsiz Shomirza aka? Rassommisiz, yozuvchimisiz yoki olimmisiz? G'oz bo'lsam kerak. Qaysi g'oz? O'sha alpomushning ustidan uchib o'tgan g'ozmi? O'sha uchta dunyoni bir-biriga bog'lab, Allohdan xabarni yerga xabarni Allohga yetkazadi. G'oz o'zi qayerlarda yuribdi hozir? G'ozning tasavvuri qayerda, taxayyuli qayerda, qaysi olamlarda yashayapsiz ayni shu yoshda? Amudaryo oqar ketar, qirg'og'ini yiqar ketar. Bu dunyo bir terazadir, har kim undan boqar ketar. Vah, kim aytgan shuni? Kim aytgan? Xalq qo'shig'ida. O'sha xalq qo'shig'i bo'lsa ham uni qaysi bir dono shoir aytganda? Buni men Yunusoboddagi qabr toshida o'qiganman. Chunki bu o'sha Qrim tatarlarining qabrlarida xuddi O'rxun Yenisov yozuvlaridagi kabi odamning, yana o'sha mayitning qanday vafot etganini yozishar ekanda. Biz ikki dunyo o'rtasida baribir ikkita eshik bor. Keladigan eshik, ketadigan eshik derdik. Lekin derazaning, ya'ni teraza deyapsiz. Derazaning obrazi ba'zan eshikdan ham ko'ra bir go'zalroq bo'ladi-da, shu osmon darichalari ochildi deganda yoki derazaning o'ziga xos boqib ketishi boshqacha bir holat. Shunaqa aytimlar bor-da, mana masalan menga kun turmushdagi oxirdagi aytim yaxshi yetsin murodga, yomon qolsin uyatga, yomon faqir ne qilibdi u ham yetsin murodga degan. Va xuddi shunga o'xshagan aytimlar, qo'shiqlar. Odamni nima deydi, yuragiga jiz etib yoqadi, keyin eslab yurasiz. Aslida o'zingiz bolalikda, yoshligingizda qaysi ertaklarni yaxshi ko'rgansiz va qaysi obraz bo'lishini xohlagansiz? Masalan, katta aka bor, o'rtancha aka bor, kenja botir bor. Shu uchta aka ukani men ham uchta aka uka deb qabul qilganman. Bilasizki, ularni masalan borsa kelar yo'lga ketadi katta akasi. O'rtancha aka borsa noma'lum yo'lga ketadi. Kenja borsa kelmasa, borsa xatar. Shu uchta yo'l. Va ularning manzili ertakda aniq aytib qo'yilgan. Masalan, o'sha borsa kelar yo'lga ketgan odam borib oshpazga o't yoquvchi bo'ladi. Borsa xatarga ketgan aka bo'lsa, nima deydi, hammomda go'laqlik qiladi. Lekin borsa kelmasga ketgan odam o'sha otasining murodini yetkazib amalga oshiradi, akalarni ham yo'llarini topishga yordam beradi. U insonning uchta kechinmasi, o'sha sufiylarning o'sha ma'rifat yo'li, haqiqat yo'ligacha ketadigan yo'llariga uyg'un ekanligini anglab yetdim. Chunki aslida xalqning bilimlari ertak sifatida aytilgan. Shu ertaklar oddiy emas, u juda katta bilim. To'g'ri. Shu bilim kodlari yozilgan ertakda. To'g'ri aytasiz. Mana shu bilim kodlarini faqat biz masalan qo'shiqni tinglagan paytda, allarni tinglagan paytda anglamaymiz, lekin ongimizga alla ohanglari yoziladi. Xuddi shu kabi ertakni biz bilim deb bilmaymiz. Sayohat deb qaraymizmi, boshqacha deb qaraymiz, lekin aslida u juda katta bilim ekanligi va buning ichiga kirganingizdan keyin o'sha bilimlar ummoniga oshno bo'lishingizni keyin anglab yetasizlar. Buning uchun masalan tadqiq qilib ham yetib bo'lmaydi ko'p narsalar kerak. Ko'ngil ko'zi bu ko'ngilda ochilgan bir sirli olamlarga deraza, daricha ekanligini anglatib ketadi-da. Xuddi shunday siz to'g'ri aytyapsiz. Ruh yo'li bu. Xoslargina vodiylar osha yetib boradigan bu bilimini xalqimiz shunday zuvalasini pishirib, ma'lum bir kodlar bilan maqollarga, matallarga, ertaklarga aylantirib, sayqallab bergan deb o'ylayman-da. Yoki qarashlarim noto'g'rimi? Shomirza aka nima deysiz? Lekin hammaning yo'li shu bittaga o'xshaydi. Lekin hammaning yo'li individual. U eshikdan bu eshikkacha bo'ladigan yo'l faqat siz bosib o'tadigan yo'l emas, butun insoniyat bosib o'tadigan yo'l. To'g'ri. Aytadi, bir kishini deydi, Zakiya deb turing deydi, bu yoqqa jo'natibdi deydi. U deydi, yashab bo'lib Xudoning oldiga borganda so'rabdi deydi, sen kimsan desa aytibdi deydi, men Zakiyaman desa, yo'q, sen Zakiya emassan. Men seni Zakiya qilib jo'natdim, lekin mening oldimga sen Zakiya bo'lib kelmading degan.
kim qanday missiya bilan kelganligini va shu qanday missiya bilan borishini juda mana shu yo'lning hammasi. Xotira mana shu yo'lning xotiralari. Ha. Shu yo'lda masalan biz kim bo'lib kelganmiz, kim bo'lib ketyapmiz, kim bo'lib qaytyapmiz degan masalada folklordagi yo'llar, yo'lchilar va yo'lchilarning xotiralari va yo'lchilarning hamma yiqqan bilimlari hammasi bu bunday qaragan paytda folklorning xazinasidan o'rin olganda. Bu ertakda, qo'shiqda, afsonada, dostonda turibdi. Ergash Jumon Bulbulning tarjimai holatida aslida uning avlodlari qanday edi va siz qaysi tizgin bilan bog'langansiz? Shulardan keling. Bitta qiz farzand qolgan. Shu Zarbibi onamiz, mana onamni, otamni onalari bo'ladi. Demak, katta onangiz, momongiz. Momom. Xat savodlari bo'lgan va ayni paytda u kishi dostonlarni ham bilgan. Lekin hech qachon bizda ayollar elning o'rtasiga chiqib doston aytishmagan. Ana. Ayollarga doston aytib bergan, hatto bitta o'g'il bola kirgan bo'lsa ham o'sha suhbat to'xtab qolgan. Shunday sharoit bo'lganda o'sha paytda. Lekin masalan o'sha otam xotiralaridan bilamanki, onalari o'sha ayollarga, qo'ni-qo'shnilarga dostonlarni aytib berganlarini eslaydi. O'sha demak quvvai hofizalari juda kuchli, so'zamol, she'rni yaxshi bilgan ayol bo'lgan. Erta vafot etganlar, 36-yil vafot etganlar. Va shu onadan otaga o'tgan, onadan o'sha bunaqaga o'tgan, shu bo'lishi mumkin boshqa. Siz bu mana shu baxshilardan birontasini ko'rmadingizmi, shogirdlaridan? Rahmatli Yusufoğlu degan baxshi, Qissaxon baxshi bo'lganda, u kishini ko'rganman. U kishi mana otamlarning eng yaqin o'rtoqlari edilar va u kishidan doim nima deydi, u kishi xalq dostonlarini, qissalarini aytib beradilar. U kishidan eshitganman, to'g'ri. Mana masalan mening o'sha amallarim bor ediki, o'sha Ergash otaning aytgan qo'shiqlarini Ergash jizdam der edi, yoki Ergash tog'am der edi, yo Ergash akam der edi. Mana shunday qo'shiq aytdi deb o'sha qo'shiqlarni aytib berardi. O'zingiz onangizdan nimalar olib qoldingiz yoki otangizdan o'tdimi mana shu baxshiligingiz? Sizdagi o'sha fitratni savolimni boshida berdim. Musavvirmisiz, shoirmisiz? Birinchi so'z keldimi, birinchi qalam keldimi? Shuni bilmoqchiman-da, Zuvalangizdagi. Masalan, Ergash shoirni ham rassom bo'lganligini aytish xotirlaydi. Juda ko'p ayollarning kashtalarini, naqshlarini chizib berar ekan. Chizmakash. Chizmakash qilar ekan, chunki yaxshi rassom ekanlar. Nosqovoqlarni bezab, o'sha o'rtoqlarga sovg'a qilar ekan. Ana. O'sha masalan shunday hunarlari bor ekan. Demak, mana shu qon oqib kelgan ekanda tomirlaringizdan. Balkim bo'lgandir. O'sha bolalikdan baribir qanday boshlandi deyman-da. Shu birinchi chizgan suratim esimda qolgan ekan. Kitobning muqovasiga chizgan ekanman. Kitobning ichki muqovasiga. Necha yoshda edingiz? Shu birinchi sinfda o'qirmidim, bilmayman. Shu bitta 4 burchak kalla, 4 burchak tana, keyin qo'l, oyoq, chiziq. Ramziyligini qarang. Keyin ko'z bilan burun, ko'z, og'iz. Keyin olib borib otamga ko'rsatganman. Men odam chizdim deb turib. Otam shunday maqtaganki, xuddi Rembrandtning asarini ko'rgandek. Agar o'sha paytda shu ham rasm bo'ldimi deganda, umuman rasm chizmaysan. To'g'ri. Va shundan keyin hamma narsaga shunaqa rasm chiza boshladi har xil. Va shu bilan rasm chizib ketganman. Bolaga rag'bat. Baribir birinchi. Baribir mani bolani o'sha ko'nglini sindirmaslik kerak ekan, qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Nimaga rassom bo'lmadingiz bo'lmasa? Olimlik yo'lini tanlab ketdingiz. Chunki masalan shu yoki so'z sizni tanladimi? O'sha Ergash otani yubileyi boshlangandan keyin shu o'rganilishi kerak bu narsa degan narsa o'sha folklorga, adabiyotga ketishga sabab bo'ldi. Missiya sizga yuklandi, chunki avlodning vakili siz edingiz bo'lgan. Shunday bo'ldi shekilli. Lekin yaxshi asarlar yozyapsiz. Moy bo'yoqqacha keyingi 4-5 yillik ichida ramziy asarlaringiz. Shu qadar chiroyli ko'zalar, yigitlar, ayollar. Shu ko'ngilga, masalan, palonchalar sani chizaman deb chizilmaydi. Shu qo'l chizadi bo'ldi. Bir Shomirza Turdimovning yosh bolaligini ko'rgim kelyapti. Qanday muhitda o'sganligini.
o'sha baxshilarga e'tibor boshlangan payt edi. Masalan, o'sha Ergash Jumanbulbulovning 100 yilligini kutib olish o'sha tantanalarni boshlangan payt edi. 72-yilda o'sha Ibrohim Mo'minov boshliq O'zbekiston Fanlar akademiyasidagi olimlar o'sha Ergash Jumanbulovning 100 yilligini tantana qilishgandi. Ergash shoir bilan haqidagi film ishlangan edi o'sha paytda. Chunki juda bizning rayonda katta tantana edi. Bunday olib qaragan paytda bunaqa ma'rifiy ishlar deyarli bo'lmagan edi. Ibrohim Mo'minov boshliq olimlar borganda Ibrohim Mo'minov aytgan ekanda, bu yerning raykomi cho'poni bilan suhbatlashdim. Raykomi ham cho'poni ham shoir ekan. Ergash Jumanbulbulning Ergash Jumanbulbul bo'lishida bu xalqning xizmati juda katta ekan. Chunki bu xalqi shoir xalq ekan degan gapni aytgan ekanda. Bu gap juda muhim. Chunki masalan Qo'rg'on dostonchilik maktabi bo'ladigan bo'lsa, shu bitta Qo'rg'on degan qishloqdan 6 uyli bo'ladigan bo'lsa, 14 dan oshiq baxshi yetishib chiqqan bo'lsa, shu Qo'rg'on atrofidagi baxshilarning hammasi shu Qo'rg'on dostonchilik maktabining baxshilari bo'lgan bo'lsa, bunday olib qaragan paytda epik xotira deydi. O'z-o'zidan paydo bo'lmaydi-ku. Mana bunday olib qaragan paytda eposni yaratgan odamlar eng katta xizmatlardan bittasi katta davlatchilik xotirasi bo'lishi kerak. To'g'ri. Lekin bu davlatchilik xotirasi ularda qayerda edi? Va qayerdan paydo bo'ldi? Masalan, Nurota tog'lari o'rtasida uzumchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan xalqdan boshqasini davlatchilik qayerdan paydo bo'ldi degan gapda. Saltanatlar, u yerda tasvirlangan janglar, boshqa o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan emas. Bu xotira qayerdan paydo bo'ldi degan gap kelyapti-da. Xalqning tarixini o'rganib, o'sha voqealarning ildiziga borish mumkin bo'ladi. Alpomish o'zi aslida kim va uning yonidagi, uning homiysi bo'lgan, uning ustozi bo'lgan Qultoy o'zi aslida kim? Dunyo dostonlaridagi parallellarini qarab ko'rish kerak bo'ladi. Mana masalan bunday olib qaraganda Alpomishni Yunonlarning Odiseya dostonlariga qiyoslashadi. Bu bekorga emas. Chunki sababiki Alpomish dostonining mazmun, mohiyati, tabiati u mifologik asosda, qadimiy xalqning mifologik asosidagi ildizdan unib chiqqan asar. Mana masalan Alpomishning alp sifatida tan olinishini qaraylik. Bekorga emas-da, 7 yoshda deydi, bobosidan qolgan yoyni otib, Asqar tog'ning bir cho'qqisini uchirib yubordi dedi. Va natijada deydi bu alp bo'ldi deydi. Asqar tog' qanaqa tog'? Asqar tog' bu Yunonlarning Olimp xudolari yashaydigan Olimp tog'ini Olimp tog'iga o'xshagan bir ramziy tog'. Tog'. Endi tasavvur qilingki, shu voyaga yetib, shu 7 yoshida yotgan yoyi o'sha Olimp tog'ining bunday olib qaraganda Asqar tog'ining cho'qqisini urdi. Bunday olib qaragan paytda u xalqni o'sha masalan eng muqaddas degan joyini vayron qilgandek bo'ladi bir qismini. Ulkan bir kuch, ulkan bir qudrat, ilohiy qudrat tug'ildi-da. Mana demak, bu qudrat ayni paytda bunyodkor ham bo'lishi mumkin. Ayni paytda vayronagar ham bo'lishi mumkin. Barbod ham bunyod qiluvchi, ham barbod qiluvchi mumkin. Faqat u qaysi yo'ldan ketadi? Mana uni ikkinchi qismi bor. Ikkinchi qismi shuki, o'sha masalan Alpomishning juft xolari. Oybarchi masalasi. Lekin Oybarchini boshqa yurtga ketib qolgan. Boshqa yurtga ketganda ham oddiy yurtga ketgan emas. Agar bilsangiz, Qalmoq yurtiga, masalan, Kashal yurti deyiladi. Kashal yurtiga ketganda, Kashal yurti qayerda? U daryodan narigi tomonda. Alpomish daryodan kechib o'tib Kashal yurtiga boradi. Xo'sh, nega endi masalan bunday olib qaragan paytda bunday olib qarang, daryoning narigi tomoni bo'lishi bekorga emas. Chunki u odamlar yashaydigan yurt emas u joy. U odamlar yashaydigan yurt bo'lganda boshqacha edi. Chunki masalan bunday olib qaragan paytda Alpomish Kashal yurtiga borgandan keyin ikkinchi marta borishda deyiladi dostonda. U o'tda yoqilib chohga tashlanadi. Zindonga tashlanadi. Zindonga ham o'zi tashlanmaydi, chunki uni qimirlatish uchun kuch yo'q. Aytadi, buni qanday qimirlatamiz deganda aytadiki, uni deydi otining deydi yoliga bog'lab sudrasalar mumkin bo'ladi deydi. Demak, unga faqat
otning kuchi yetadi. Ha, Surxayil kampir, ya'ni ramziy ma'noda bir u ham bir yalmog'izda. Shu narsalarni o'ylab topadiki, demak, qanday qilib bo'lsam uni cho'qqa tashlasakkina undan qutulamiz. lekin Uni o'ldirib bo'lmaydi lekin. Va shunda qarang, unga nima qiladi? Qayqubotning echkilari tushadi. Qayqubotning echkilari. Takalari tushadi. Tushgandan keyin u echkilarni suyagidan u chanqovuz yasaydi. Lekin bu chanqovuzni Qayqubotga berganda Qayqubot olib Tavka oyimning ochgan bozorida chalgan paytda hammasi hayratla qoladi. Bunday deydi, sehrli sozni kim yasadi deydi. Qayqubot aytadi, men yasadim. Yo'q, sen yasay olmaysan. Va keyin uni majbur qiladiki, tasavvur qiling, podshoning qizi soz yasagan odamni bilishi uchun o'sha cho'ponini yelkasida ko'tarib cho'qgacha qo'yiladi. Shunday qilishi mumkinmidi o'zi aslida? Nima uchun? Chunki malika bir xizmatkorni bir yelkasida ko'tarish mumkinmidi shu darajada? Chunki tasavvur qiling, bu soz Alpomish yaratgan soz. Xuddi Olimp tog'idan arfa chalgan arfa kabi muqaddas edi. Sirli ilohiy muqaddas. Sababiki bu soz yaratilgan joy narigi dunyoga tushgan serkaning suyagida yaratilgan edi. Narigi dunyoda yaratilgan edi. Narigi dunyoda zindonband bo'lgan mahbusning qo'lida yaratilgan edi. Bir necha olamlarni birlashtiradigan quvvatning oxir natijasida vujudga kelgan kuy bo'ldi-da bu. Yer osti olamiga o'tdi. Ya'ni Alpomish kuch olami bilan Oybarchini qaytarib keldi, kuchini qudratib, tanasining kuchi bilan. Lekin u ruhining yo'li bilan yaratganga borish kerak edi, ikkinchi bosqichga o'tdi. Buning uchun butun tanasida o'lib, ruhi kuch-quvvat olish kerak edi. Mana shu quvvatni natijasi o'laroq ovoz chiqaradigan chanqovuzni yaratgan quvvatga ega bo'ldi. Demak, chanqovuzning maqomi shu qadar baland. Albatta. Chunki bekorga emas. Masalan, Tavka oyimning shuni yaratgan odamni men ko'raman degan. Kelishi. Chunki Tavka oyimning yer tagidan lahm chozib Alpomishga ishqiboz bo'lishi bekorga emas. Bu ham aslida bir jasorat. Yo'q, jasorat bo'lishidan tashqari juda dahshatli holat. Bu tasvirni talqinlari chunki etap bilan bog'liq. Bosqich hayron qolasiz. O'sha Odisseya dostoni, Odissey Ayit narigi dunyoga borish uchun olov daryosini kechib o'tadi. Xuddi olov daryosini kechishdan oldin echkini qurbonlik qiladi. Xuddi shunday. Xuddi Alpomishning chohiga tushgan Qayqubotning takalari bekorga emasdi. Shunday. Qurbonlik qilingan edi ular aslida. G'alati. Hammasi deyarli bir xil sayyor syujetda qaysi biri oldin deb odam tahlikaga tushadi-da. Bularni ibtidosini o'ylash kerak. Ibtidosi qayerda? Ibtidosi tepada. Axborot yetkazuvchilarda. Axborotni qabul qiluvchilar o'z talqini bo'yicha qabul qildi. Demakki, Alpomish dostonida mohiyatida ilohiy obraz, ilohiy kuchi qudratga ega bo'lgan pahlavon Alp obrazini ilohiy bilim turibdi. Hammasi. Mana demakki, shu bilimlarni Alpomish dostonida badiiy talqinda turibdi. Badiiy talqinda. Badiiy asar sifatida anglanyapti va yetkazilyapti. Bu anglash, bu yetkazish bo'lsa xalqning katta bilimga ega ekanligi. Qora so'zdan ko'ra ohangli so'z, she'r odamga birdan ta'sir qiladi va odamni esda qoladi. To'g'ri. Qora so'zdan ko'ra she'riy so'z, obrazli so'z insonning xotirasida birdan muhrlanib qoladi-da. Obrazda keladi. Tasavvurga. Demakki, mana shu Alpomish dostonining kuchi, qudrati uning mana shu qo'shiqligi ekanligida. O'sha mag'zi mana shunday ilohiy mohiyatli mag'izda ekanligida. Ultontos 7 yil tepaga chiqdi-da Bodombekach bilan. Nahotki o'sha xalq ko'tarilmadi deyman-da ba'zan. Albatta tun kunni almashinuvi tabiiy holat bu. Zaruriyat bu. Zaruriyat. Masalan, Rumiyni ko'p eslayapsiz. Rumiyda bitta gap bor. Qishda deydi daraxtlar ishlamaydi deb o'ylama. O'ylama. Qishda deydi daraxtlar deydi
yig'adi deydi. yig'inadi deydi. Yig'inadi. Hamma bahorni ko'radi, lekin hamma daraxt ichidagi ichki qudratni ko'rmaydi degan ma'no ya'ni bor. shu ma'noda Ultontozning davri, Bodombekashning davri, qishki payt, xalqning tanazzulga ketgan paytdagi kuch yig'ish yana payti davrini anglab yetish kerak bo'ladi bu yerda. To'g'ri Uni aytasiz. inkor qilmaslik kerak bo'ladi. Bu tabiiy edi, chunki u yetilishi kerak edi. Kerak edi. Yetilishi kerak ediki, chunki sababiki davlatning ishi juda qiyin deydi. Davlatchilik qiyin deydi. Qiyin. Va bu deydi, masalan, shu davlatchilikni anglab yetish uchun masalan yetilishi kerak edi, alpomish kuch-quvvatni anglash kerak edi deydi. Saltanatning yuki shu qadar ko'pki, uni yelka bilan, yurak bilan, butun ruh bilan ko'tarish uchun bir ilohiy quvvatni yig'ish kerak edi. Va bu mana shuni yetilishida uni Qultoyning, Qaldirg'ochning xizmati juda katta. Alpomish bekordan bekorga Qultoy qiyofasida xalqni aralamadi-ku. Senga aytadi, birovning chorig'iga boshqa toyib ketmasin. Qultoyning panjasi urilgani bir ramz, lekin Shohimardon pirimizning panjasi urilgani bu keyin islomiy davrdan keyin kelgan deb o'ylayman. Yo'q, bu ikkita holat bor. Bittasi bu dunyoviy holat. Ha. Unisi bo'lsa ilohiy holat. Chunki dunyoviy holat bilan ilohiy holat bir-biriga uyg'un kelishi kerak edi. Yo'q, Alpomishning yoshini cheklab qo'yadigan keyingi kelgan talqinlardan deb o'ylayman. Yo'q, bu qadimdan Alpomishning yoshi qadimiy, masalan, bunday olib qaragan paytda islom keyingi kelgan degan tasavvur ham qiyin, so'roq ostidagi narsa. Birinchidan aytiladiki, islomning o'zini masalan yakka xudolikni o'sha odam ota davridan beri yakka xudolik bor edi, lekin u qancha buzilgan bo'lsa shuncha buzildi va eng oxirida yana qaytadan o'shanga kelindi o'zini fikriga, anaqaga, u holatiga degan gap borku, masalan. Bu yerda juda qadimiy bilim bor edi demoqchisizda. Ha, albatta shu, chunki bu bilim qadimdan kelayotgan bilim. Ha. Qadimiy ilm ekanda, shu Alpomish masalan o'ylab qarab turadi. Alpomish ham qadimiy bilim. Va yo'q, bor narsa yo'qolmaydi deysizda. Ha, shu bor narsa yo'qolmaydi. Alpomishdan Qaldirg'och bilan Barchinoyning ikkalasi ijodiy quvvatini solishtirganda, yo ikkalasining o'rni bor Alpomishni quvvatida, biri qanot, biri egachisi, biri juxti haloli, bilaman Oybarchin balandliginida, lekin Qaldirg'ochni ham o'ziga xos bir albatta o'rni bor edi. Chunki masalan bekorga emasda. Olaqut degan narsa bor bizda. Mana masalan Xitoylar, Yaponlarning inyan degani bor-ku. Yoz bilan qish kabi yaxlit birlikda turgan, biri ikkinchisining ichida paydo bo'ladi. Bu dostonlarning ichida u yot turadi bu. Masalan, Alpomish dostonining ichida ham mana shu Olaqut bor. G'ururli dostonining ichida ham Olaqut mohiyat turibdi. G'ururli dostonida mana Malika Ayyor degan asar bor. Bor. Yerning tagi haqidagi asar. Mana G'ururli dostonda Mashriqo degan asar bor. Yerning usti haqidagi asar. Mashriqo. Va G'ururlining butun yerning osti, yerning usti, butun hamma olamlarni birlashtiradigan kuchining ichida o'sha Olaqut turibdi. Xuddi shu kabi bir-biridan inkor qiladiganga o'xshaydi, lekin biri ikkinchisiz voqea bo'la olmaydigan holatda shu kabi masalan biri ikkinchisini talab qiladi. Xuddi shunday masalan Barchin bilan Qaldirg'och yaxlit bitta narsa. Yaxlit. Faqat o'rni bor ularning. To'g'ri. Shunday. Har bitta xalqimiz orasida yashirinib qolgan mana shu obrazlarning ismidan ichki bir ma'nolarni anglash mumkin agar biroz tasavvur albatta, chunki qilsak. Hammasi so'zning ichida turibdi-da. To'g'ri. So'zning ma'nosi o'lsa, tasavvur o'lsa, o'sha narsa holat ham vafot etgan bo'ladi, yo'q bo'ladi-da. So'zning o'lishi juda katta fojia til uchun. Biz masalan so'zlarni juda oson o'ldirib qo'yamiz-da. Chunki biz o'zimiz anglagan narsani, turkning psixologiyasi shunaqaki, anglagan narsada kuch ko'rmaydi. To'g'ri. Anglagan narsa, masalan, o'zbekcha aytilsa, anglanib turadi. Anglangan narsada kuch ko'rmaymiz-da. Biz anglamagan narsada kuch ko'ramiz. Shunday. Bu bizning psixologiyamizga muvofiq. Shu uchun aytadiki, mana masalan, arab deydi, o'zidan boshqani hammasini ajam deydi. Agar deydi, uning tilini
o'zlashtirsa ham u ajamligicha qoladi. Turk deydi. O'zining so'zini bilmaganni sumlum deydi. Lekin u deydi turkiy tilda gapiradigan bo'lsa, turkcha gapiradigan bo'lsa, u sumlukdan chiqadi deydi. Agar tilimizni kimdir o'rgansa, birdaniga osmonga ko'tarib yuboramiz. Turkiy tilni o'rgandi deb faxrlanamiz. Nima uchundir bag'rimizni ochib yuboramiz-da. Chunki o'zligimizni unutib yuboramiz. Bu mentalitetning bu bir masalan bu meni gapim emas. Yo, bu kuchimizmi, ojizligimizmi? Bu Mahmud Qashqariyning gapi. Mahmud Qashqariy bundan 10 asr avvalgi holatni yozyapti. Demak, turkiy tilni bilmagan odam bu sumlum. Turkiy tilni bilmagan odam sumlum deyilgan. Lekin turkiy tilni bilgan bo'lsa, u turk o'ziniki deb qabul qilgan. O'ziniki deb. Bu fojiami yoki bilmayman, kuchimizmi, baxtsizligimizmi, nima o'zi bu? Bu bizning saltanatlar tuzganimiz kabi va saltanatlarimiz buzgani kabi. Aynan shu kuchimiz bilan biz saltanat tuzganmiz. Aynan shu kuchimizni qabul qilgan bilan saltanatimizni buzganmiz. Barbod qilganmiz. Barbod qilganmiz. Demak, ham bunyod qiladi, ham barbod qiladi. Chunki masalan bunday qaragan paytda turkiy xalqlar saltanatlar tuzgan, lekin tarixni o'zi yozmagan. Afsuski. O'zi yozsa, afsuski. Faqat maqtanishga to'g'ri kelardi. Lekin shuncha yozmagan, men qildim, zo'rman degan. Turkiylar saltanatni quradi, lekin tarixni afsuski boshqalar yaratadi-da. Shu. Lekin uning baribir qadimiy bilimlari bor. Mana shu xotira yoda deydi-ki, dostonlar bor, maqollar bor, matallar bor. Dostonlardan endi qaytib kichkina bir ilmlarga o'taylik. Qo'shiqlarimiz mana hozir kashtadagi naqshlarni keltirib qo'yibsiz. Mana shu kashtadagi naqshlarning o'zi ham bir so'z, ma'no, mohiyat. O'qisak agar, o'qishimiz uchun bizga mana shu ichki bilimlar, kodlar berilgan. Faqat mana shu kodlarni to'g'ri anglashimiz kerak. Otma meni toshlar bilan uchib ketay qushlar bilan. Qushlar qaytsa, men qaytmasam, ko'zing to'lsin yoshlar bilan. Ani endi tasavvur qiling. Har bitta to'rtlikda bittadan bir nechtadan ma'no kelyapti. Ha. Bu yerda har bittasi olmasi, iloni, hammasi xalq qo'shiqlari. Pul bo'lsin degan o'sha badiiy filmga mualliflik qilgansiz. Ssenariy yozganman. Ssenariy yozgansizda, juda katta falsafa ekanda. Turgan poyezd turgan bo'lsa, turgan poyezdning ichiga kiriladi endi. İchiga kirilsa har bitta vagonda taqdir, alohida taqdir. Alohida taqdir. Bittasida qiz turibdi, bittasida yigit turibdi, bittasida turgan chaqaloq turibdi, bittasida hamma vagonlar lekin yurayotgani yo'q, to'xtab qolgan vagonlar. Qizning muhabbati. Anjirning bargiga nima deydi? Ko'zmunchoqni qo'yib suv orqali jo'natyapti. O'zi olyapti. Nechta uchrashgan bo'lsa shuncha sandiqchasida saqlaydi u qiz. Hayoti juda qiziqdi har bitta odamning. Anjir daraxti bu endi momo havo odam ata. Jannatdagi daraxtda tuyg'ularning raqsi bor-da u yerda. U toza bir go'zal bir muhabbat. Dono momo bor, o'sha dono momodan boshlanadi-da, o'zingni unutgin, o'zimizdan bo'lursan. Nima degani bu Shomirz aka? Nima degani bu? O'zingni unutgin, o'zimizdan bo'lursan. Kim u o'zimiz? Hammasi xalqning aytimlarida turibdi-yu. Bormi shunday aytim ham? Aytimlar bor. Bitta narsa borki, agar muallif men palonchi deb yozganman desa, shu asarning atrofiga chetan qo'yib qo'ygan bo'ladi o'zi. Chegaralagan bo'ladi. O'ylaydiki odamlar, bunday deb yozgan ekan, boshqa ma'no yo'q deb turadi. Men palonchi deb o'ylagan bo'lishim mumkindir, lekin bu o'ylaganim uni mening qisqagina fikrim. Mening fikrim. Yaxshi asarning kuchi shundaki, boshqa fikrlar qoldiradi. Tug'ilish kerak va unga imkon berish kerak. Hovlini o'rtasidagi daraxt, u charxfalakmi, nima u daraxt? Daraxtdan iplar, arqon yasayapti. Arqonlar har xil. Lekin u har xil bo'lgan bilan oxirida bitta qorasi qoladi. Keyin otasi ko'r. Otasini ko'rligi, chunki bolaning muhabbati hamma ota-ona ko'r. Bolaning muhabbati oldida ko'r. U o'zini bolasini aybini hech qachon ko'rmaydi va bilmaydi. Qizning baribir taqdiri buzilgandan keyin ota baribir kayhoniy his bilan anglaydi. Faqat qora ipni o'zi esha boshlaydi. Shunga olib kelyapti bedana. Qafasga tushyapti. Ikkinchidan bu yoqda muhabbat tuyg'ulari, yurak qafasga tushyapti-da. Muhabbatning muhabbati shunaqa chiroyli
she'r bilan berilganda tasviriy san'atda bu. Mana shu o'rinda so'radimda, siz shoirmisiz, rassommisiz deb. Endi u ilg'amgina bog'liqda bu. Ilg'am, anglam. Bu yerda sathlar, qavatlar shu qadar ko'pki, xalq qo'shig'iga o'xshaydi-da bunday qaragan payt. hujraning ichidan hujra borda, 41-hujraga yetishingiz uchun albatta boshidagi hujralarni qulf kaltini ochib ertakka o'xshaydi-da. Albatta shunday bo'lish kerak edi. Kerak, ha, shunday. Maqsad shunday qurilgan edi. Yo'q, qiz baxtli bo'ldi deylik. To'yi bo'lyapti, u keldida daraxtni kesib ketdi. Nimaga? Va yana jahlim chiqdi, lekin uni ko'rpacha bilan o'rab olib ketganini boladay qilib. Shunday tushundim yoki noto'g'ri tushundimmi yoki To'g'ri tushundingiz. ha, Uy qurilganda o'sha daraxt kesiladi bunday qaragan payt. to'g'ri. Odamlarni orasidan quvalab, haligi qo'g'irchoq yuruvdi u odam bo'lib. O'ldirib qo'g'irchoqni o'tga otib kuydirdi. Bu xalq orasidagi mishmishlarga yakun yasadi. Yoki kampirlarning qo'g'irchoqni ko'tarib olib, siz xotin, sulton xotinga o'xshatib g'iybat qilib, chor ko'chada to to'rt tomonda borib g'iybat qilib yoyib yurganicha. Bu ham bir yo'q narsani so'zni obrazlashtiryapsiz-da. Ha, chunki masalan bunday qaragan paytda maktabdan kattaradi qo'g'irchoq, bilasizmi? Ha. Maktabdan kattaradi, kattarib keyin tirik bo'lib quvadi qizni. Sinfdoshlar o'rtasida gap so'z, balaybatlar, u har xil gapda u. Keyin har bitta dugonasi teskari qaraganda o'zining asl qiyofasi ko'rinadi-ku. Ha. Dahshatda o'sha qo'g'irchoqlar. Chunki bu bor narsa bu. Hayotda sizni masalan tuhmat yoki bo'lmasa gap so'z taqiq qilmaganmi hech qachon? Qanday hosil qildingizlar? Mana shu topilmalar baribir sizniki-ku. Shu holatga rost nima deydi, naturani topib qo'ydik endi. Buxoroda va Namanganda va Toshkentda olindi. 2 oy davomida olindi. Ssenariyni masalan bir 60% kinoga olingan bo'lsa, qolgani yo'q, olinmadi. Otlar bilan bog'liq narsalar bor edi, itlar bilan bog'liq narsalar bor edi. Mana masalan tushdagi dekoratsiyalar masalan meni ko'nglimdagi dekoratsiya emas. Birinchidan toqqa berilgan yo'l to'ppa-to'g'ri chizib chiqilgan. Unday bo'lmasi kerak edi. Shunday anaqalar halqali bo'lishi kerak edi. Ikkinchisi, yana ikkita epizod qovoq oq rangli edi. Qovoqni qizil rangga bo'yash kerak ekan. Qizil bo'rtib ko'rinadi va ayni paytda ramzni aniq bildiradi. Suv tushadi-ku, guruch tushadi. Guruch tushgandan keyin katta bug'doyning anaqasi bo'lishi kerak edi, xirmoni. Va xirmonda qiz tepaga chiqish kerak edi. Va oyog'idagi mahsi to'lib qolish kerak edi anaqa bug'doyga. To chiqqungacha hech oxiri chiqqan paytda arqonni ushlab tirik qolish kerak edi. O'sha mana masalan chunki bu yerda oxirida keladigan narsalar hammasi bir-biriga tadrijiy bog'langan edi. nima uchun bug'doy? Nima uchun bug'doy? Chunki masalan Chunki o'sha momo havo jannatdan qo'yilgandagi o'sha bug'doymidi? Bug'doy bilan bog'liq narsalar bor. Siz tayyor kinoni berib qo'yibsiz-ku, hozir shu bitta tasvirni o'zida bir kinoni mazmunini beryapsiz-da. Endi shuni olishmadi-da, masalan bunday qaraganda o'sha. Bundan keyin olsangiz bo'lar ekan lekin. Xalqimizda baribir andishali deymiz, gaplarimizda ham obrazlar bor-ku. Opasi qizning ahvolini ko'rib turib qo'g'irchoq yasaydi-da. Bo'yniga siz aytgandek o'sha kadini osib qo'yadi. Shu olib keladi, hovliga qo'yadi. Yigitning onasi biladiki, demak, hamma narsa aniqda, endi tushunarli. Men qilganim yo'q deydi, lekin yigitni supurgi bilan uradi, bilasizmi? Supurgi bilan urish bu falokat degan narsa. Xuddi shunday, ha. Buni masalan aytib bo'lmaydi u yerda. Bo'lmaydi. Yigit do'ppi to'la tuxum olib kelyapti. U uning farzandlari edi shekilli. Shu mana sening deydi urug'ing deydi toshga ekilsin deb otib yuboradi. Va ikkalasini sepib yuboradi o'ziga. Dahshat, g'alati bir holat. Keyin qo'g'irchoq bo'lyapti qiz, o'sha katta dalaning o'rtasida yugurib ketyapti. Bu taqdir ham bir g'alati-da. Farzand istayapti, lekin taqdir uni yo'liga chiqarib qo'yapti-da. Traktor o'zi odamsiz aylanadigan joyi bor. Raqsi. Qanday qildingizlar o'sha joyini? Traktorning raqsini. O raqs, juda dahshatli raqs bo'lish kerak edi. Chiqqanmi yo'qmi uni? O'zi dahshatli bo'lgan, hayron qoldim. Ichida odam yo'q. Aylanyapti-da, qanday aylantirdingizlar?
momo chalib beradigan nay bilan qiz chaladigan nay bor. Bor. Chunki bekorga momo chalmayapti-da, chunki sababi momoning qilgan ishi tozalash bilan bog'liq. Ha. Poklik. Pok bilan. U momo boshdan oxirigacha shu liniyada. U yerda haligi itlar. Uni orqasidan yugurib ketadi. Men asarni ko'rib bo'lgandan keyin yana boshiga qaytdim-da. Keyin qaytadan ko'rib, keyin tushundim. Orqasidan shuncha gap so'zlar hammasiga eshik yopib, shu qizni baxtli qilib, vagonni itarib ketdi-da, yo'lini, oilasini qurdi-da. Ha, oilasini qurdi. Qoyil. Oriyat haqida, muhabbat haqida ekanda. Xuddi qo'shiqni tinglagan kabi tinglash kerak-da. Shunday. Chunki masalan qo'shiqni har bitta to'rtligi butun boshli bitta asar bo'ladigani kabi, bozorga borsangiz yo'lingiz bo'lg'ay. Bir 9 olmaga qo'yningiz to'lgay. Avval savdangiz qo'lro'mol bo'lgay. Qo'lro'mol bo'lmasa savdangiz qurgay. Xuddi shu ramzlar bilan kelgan. Bozorga agar meni yaxshi ko'rgan bo'lsang, sovchi jo'nat deyapti. Agar sovchi jo'natsang, biz oila qursak, farzandlarimiz ko'p bo'ladi va baxtli bo'lamiz deb. Shoir ro'molimni shamolga yoydim. Tilla duzuvimni bo'ynima osdim. Tut yostida yotgan ekan bo'z bola, opajon bilmayin oyog'im bosdim dedi. Xuddi bu yerda hech qachon tut oyoqda yotgan odamni oyog'ini bosgan emas. Aytayaptiki, men bir yaxshi yigitga turmush qurmoqchiman. Turmushim bo'lsa, o'sha hamma niyatlarimiz amalga oshadi degan gap. Yetgan tomonlarimizdan bittasi, qizlarimiz bu yetgandan keyin birinchi kashta tikishdan oldin ro'molcha to'qishgan. Epik tafakkur deymiz-ku, miflarimizdagi bor o'sha nimalar she'rlarimizda, qo'shiqlarimizda saqlanib qoldi. Bugungi hayot tarzimiz ham o'zligimizdan uzoqlashganimiz sari bizdan o'sha badiiy obrazlar ham eskirib, uzoqlashib ketayotgandek tuyulyapti-da Shomirz aka. Endi shunday bo'lyapti, chunki sababi u voqelik shunday. Masalan, urbanizatsiya deymiz-ku, haligi qalam oladigan bo'lsa, kompyuter bo'lib ketdi, to'g'rimi? Qalam degan ilgari ramz bor edi. U ramz unutildi-da. To'g'ri. Qanday qilsak baribir mana shu narsalarni o'zini asl mazmun mohiyat bilan, ichki quvvati bilan saqlab qolamiz. Shu obrazlarni, yangi obrazlarni kiritish kerak, boshqa iloji yo'q. Eskisidan voz kechish kerak. Eskini masmunda olib qaragan paytda avvalgi tushingizda avvalgi ot ko'rgan bo'lsangiz, mashina ko'ryapsiz hozir. Ot qanday talqin qilsangiz, mashinani ham xuddi shunday talqin qilish kerak bo'ladi. Biz endi kompyuterni baribir qalamni ramzi o'rnida ko'rmaymiz-ku. Biz uchun qalam, baribir qalam. Chunki qalamni qo'lga ushlasak, qalbga yaqinda. Endi qalbning titroqlari bilan. Endi shunday tasavvur qilamiz, chunki biz qalam yozib o'rganganmiz. Qalamni yozib o'rganmagan avlod butunlay boshqacha o'rganadi. Biz endi yangi, demak, yangi obrazlarni, yangi ramzlarni topishimiz kerak. Albatta, shu boshqalar yo'q. Lekin u ham baribir o'zimizniki bo'lishi kerak. Endi mana shu yerda eng katta missiya turibdi. Mana shu yerda baribir ijodkorlarga, olimlarga eng katta missiya turibdi va baribir u o'zimizning ichki ildizimizdan o'sib chiqqan obrazlar bo'ladi va topiladi deb o'ylayman. Endi bu ijodkorlik bilan bog'liq endi. Ana, ijodkorlik bilan bog'liq. Baribir bellashamiz, vaqtga sig'maymiz, qalbga sig'amiz. Rumiy domlaning Masnaviyni birinchi misrasi hammaga ma'lum, bilasiz. O'sha nay haqidagi. Lekin so'nggi misrasini izladim-da. So'nggi misrasi qanday yozilgan ekan desam, birinchi o'sha avval haligi Sulton Valadning so'z bosisini, so'nggi so'zini o'qibman-da, hech to'g'ri kelmaydi. Keyin 3 varaq oxiriga o'tsam, aytgan ekanki, ko'ngildan ko'ngilga darcha bor. Ko'ngildan ko'ngilga yo'l bor. Darcha bor. Juda dahshatli obraz ekan va keyin o'sha Masnaviyning tugagan rivoyati ham ertak rivoyat ekan. Ya'ni masalan bunday olib qaragan paytda 3 ta aka-ukaning kenja o'g'ilning qanday qilib tepaga chiqqani-yu, malikaga uylangani-yu, boshqa va buni yakunlanmagan ekanda Rumiy domla. Va Sulton Valaddan o'g'ildan iltimos qilgandan keyin sen yakunlab qo'y debdi. Yo'q dedi, Sulton Valad buni yakunlamayman, shu holatda qoldiraman. Chunki bu juda ramziy ma'noda ketdi deb aytgan ekan. Men o'ylaymanki, shunday Rumiyning shunday ulug' asarini yakunlanmaganlik ham. Chunki har bir qalb, har bir o'qigan odam o'zi shu ertagini to'qish kerak deb o'ylayman.
to'ppa to'g'ri. Va shunda Rumiyning butun orzulari amalga oshardi deb o'ylaymanki, agar qachonki shu har bir qalb o'sha naqlni so'ngiga yetkaza olsa, men o'ylaymanki biz ko'rayotgan narsa, biz suhbatlayotgan narsa shunchalik gaplar bo'layotgani yo'q. Xalqning ramzlari haqida gaplashyapmiz, xalqning timsollari haqida gaplashyapmiz, xalqning qo'shiqlari, folklori haqida gapiryapmiz. Chunki bular faqat muzeyning yoki kitobning safhasida qolib ketishi kerak emas. To'ppa to'g'ri. Chunki mana shu har bir qalbda uyg'onish kerak. Shunda bizni chinakam insonlar bo'lishimiz mumkin va kim bo'lib kelgan bo'lsak, shunday bo'lib yo'natilgan bo'lsak, shunday missiya bilan qaytish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Katta kashtadozlar ham yosh qizaloqlarga o'rgatar ekan o'z kasbini, albatta tikkan kashtasining bir chetida ochiq joy qoldirar ekanda, ya'ni keyingilarga yo'l qoldirar ekan. Yana o'sha Rumiyning bitiklarida bor. Olam har lahzada yangilanadi. Ya'ni har lahza, har bir lahza insoniyat uchun yaratgan tomonidan bir imkoniyatdir. Biz o'sha qalbga qaytishimiz kerak va qalb bilan o'sha buyuklikka o'zimizning yangi bir tiynatimiz bilan borishimiz kerak. Siz bir go'zal sayrni bizga boshlab berdingiz. Mana shu yo'limiz oxiri, nihoyasi go'zal bo'lsin. Samimiy suhbatingiz uchun rahmat, tashrifingiz uchun tashakkur. Bu zamondosh edi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni davlat mukofoti sovrindori, filologiya fanlari doktori professor Shomirza Turdimov bo'ldilar. Xayr, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.